Assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlar chet elda yuribsizlar. Yulayni 24/7 ko'rib turmoqchimisizlar, eshitib ko'rib turmoqchimisizlar. Kameramizdan bitta olib qo'ysalar ham bu kameramiz 4 ko'z bo'ladi. Bitta ko'z, ikkita ko'z, uchta ko'z, to'rtta ko'z. Xullas, mo'g'larni o'ngga chapga qilib qo'ysangiz bo'laveradi, orqaga qilib qo'ysangiz, past baland qilsangiz bo'laveradi. Bu kameramiz 4 ko'z, bitta sim karta bilan ishlaydi. Dunyoni istalgan joydan turib boshqaraverasiz. Kattagina kanallar bo'ladi tagida. Bitta sim kartaga ishlaydi do'stlar. Quyosh panelini ko'ramiz. Quyosh paneli ikkita bo'ladi do'stlar, Type-C'li ikkita. To'k-po'k umuman zaril bas xullas bu kameraga. Xo'p, 32 talik doimida original chip qo'shib berdim. Bu quyosh panelida kronshtaynlari, bu ham kronshtaynlar, xullas shurublari hamma komplektda chiqadi. Xullas buni Andijon viloyati Buloqboshi tumaniga ketyapti, Sherzodbek akaga. Xo'p, korobkamiz, akalar. Chet eldamizlar, uylarni xullas 24/7 bemalol ko'rib turasizlar. Bunga umuman to'k kerak emas akalar. Bosaverasizlar, Telegramdan yozaverasizlar.